Mast bo'lganda borib turib mashina bilan bir birovni urishi mumkinmi? Va shu urilgan seni bolang bo'lishi mumkin. Seni ayoling, qizing bo'lishi mumkin. To'g'ri ketadi borib urdi. Sen indamading, aroq sotayotgan do'konga yig'ishtir demading, endi bitta unga kelmaydi balosi. Senga ham keladi. Qotillik bo'lishi mumkin, o'g'rilik bo'lishi mumkin, o't ketishi mumkin. Menga nima demanglar? Menga nima demanglar? Qiyomatda javob berasizlar. Eng kamida aytib qo'yinglar. Eng kamida. Agar biz solih inson bo'lsak-ku, muslih inson bo'lmasak, ana shu odamlarga yetgan musibat bizga ham yetadi. Solih kim? Muslih kim? Solih ya'ni o'zi yaxshi odam. Muslihchi u ham solih va boshqalarni tuzatadigan muslih. O'zingizni yaxshi bo'lganligingiz o'zi kifoya qilmaydi. Siz boshqalarni ham yaxshi bo'lishligi undaydigan bo'lishingiz kerak.